Iyul oyi davomida butun mamlakatimiz hamda Buxoro viloyati miqyosida xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari keng qamrovda olib borildi. Ko'cha, jamoat joylari va aholi gavjum maskanlarda hamkorlikdagi kuchaytirilgan nazorat tadbirlari yo'lga qo'yildi. Ushbu tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad har bir mahallada tinchlikni ta'minlash va millat genofondini giyohvandlikdan himoya qilishdir. O'tgan oyda viloyat bo'yicha jami 4593 ta tezkor qidiruv tadbiri amalga oshirildi. Qidiruvda bo'lgan 67 nafar shaxs ushlanib, ularga nisbatan qonuniy chora ko'rish uchun tegishli idoralarga topshirildi. Turli sabablarga ko'ra bedarak yo'qolgan 90 nafar fuqaro topilib, oilasi bag'riga qaytarildi. Shuningdek, Shofirkon tumanida firibgarlik jinoyatini sodir etib, 2023-yildan buyon qidiruvda bo'lgan shaxs qo'lga olindi. Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbiri doirasida barcha darajadagi rahbarlar bevosita mahallalarga tushib, jarayonni to'liq nazorat qilmoqda. Eng asosiy yutug'imiz shuki, amalga oshirilayotgan ishlar natijasida og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar soni sezilarli darajada kamaydi. Tadbir davomida 22 mingdan ortiq ma'muriy huquqbuzarliklar aniqlanib, ularning oldi olindi. 81 ta jinoyat issiq izida fosh etildi. Hududlar xavfsizligini ta'minlash maqsadida mahallalarda qarib 3300 ta kuzatuv kamerasi o'rnatildi va aholini kiber jinoyatlardan ogohlantiruvchi 118 mingdan ortiq materiallar tarqatildi. Ichkilibozlik, giyohvandlik, ruhiy kasallardan aziyat chekayotgan minglab bemorlarning bir qismi maxsus davolash muassasalariga, boshpanasiz qolgan fuqarolar va nazoratsiz voyaga yetmaganlar esa reabilitatsiya markazlariga joylashtirildi. Shuningdek, xotin-qizlarimiz himoyasi yo'nalishida tazyiqqa uchragan 1800 dan ortiq ayolga himoya orderi berildi va bu tartibni buzganlarga nisbatan qat'iy qonuniy choralar ko'rildi. Muqaddam sudlanganlar va jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan 800 dan ortiq shaxs profilaktik hisobga olinib, nazorat kuchaytirildi. Bir so'z bilan aytganda, el yurtimiz osoyishtaligini ta'minlashga qaratilgan bu tadbirlarimiz avgust oyida ham izchil davom ettiriladi. Giyohvandlikka qarshi kurashish yo'nalishida o'tkazilgan 72 ta tezkor tadbir davomida 398 gram giyohvandlik moddasi hamda 14622 dona psixotrop dori vositasining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi. Tadbirlar doirasida 19 top giyohvandlik o'simligi aniqlanib, yo'q qilindi. Buxoro shahrida joylashgan dorixonadan 200 turdagi jami 14362 dona sifatsiz dori vositasi ashyoviy dalil sifatida olindi. Giyohvandlik vositalari targ'ibotini aks ettirgan 30 ta narkografiti aniqlanib, barchasi o'chirildi. Uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha 214 ta jinoiy holat aniqlandi hamda jinoiy guruhlar va shaxslardan 17 dona ov quroli va 11 dona pnevmatik qurol musodara qilindi. Odam savdosining oldini olish borasida ham manzilli ishlar olib borilmoqda. Korrupsiya yo'nalishida 2042 ta holat aniqlandi. Kiber xavfsizlik yo'nalishida olib borilgan ishlar natijasida 4 ta kiber jinoyat va bitta noqonuniy mayning holati fosh etildi. Xususan, Olot tumanida yashovchi fuqaroning xonadonida o'tkazilgan tintuv davomida 11 dona mayning qurilmasi borligi aniqlanib, unga nisbatan qonuniy chora ko'rildi. Terrorizm va ekstremizm yo'nalishida 344 nafar shaxs bilan profilaktik ishlar olib borildi. Yashirin faoliyat yuritayotgan 3 ta hujraga chek qo'yilib, 429 ta turli diniy adabiyot musodara qilindi. Milliy gvardiya bo'linmalari tomonidan xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlar doirasida hududlarning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, uzluksiz xizmatlar tashkil etilmoqda. Biz an'anaviy patrullik bilan birgalikda jinoyatchilik xavfi yuqori bo'lgan hududlarga ham e'tiborni qaratmoqdamiz. Marshrutlar va kuchlar taqsimoti aynan shu tahlillar asosida mobil va moslashuvchan tarzda o'zgartirib borilmoqda. Ichki ishlar va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan uzviy hamkorlikda bu tizimli ishlarimiz albatta o'zining ijobiy samarasini bermoqda. Aholining barcha qatlamlarini qamrab olgan ushbu profilaktik tadbirlar hududlarda xavfsizlikni to'liq ta'minlash hamda yurtimiz mustaqilligining 35 yilligini tinch va osoyishta kayfiyatda o'tkazish maqsadida 15 avgustga qadar izchil davom ettiriladi.